Hop, bizda hammasi tayyor edi. Keyingisi index.php, ya'ni o'sha index.php'da autoload php ga keldi, composer o'qidi. Keyin bizda router php bor, router papkamiz bor, ya'ni router php'miz bor. Bu router php nima qiladi? Buni use qilib chaqirganmiz. Bu nima qiladi? Bizga mana bu user datani olib kelish uchun ham, ya'ni user data deganda user mana shu text chiqishi uchun ham mana bu yerga request jo'natilyapti, ya'ni get request jo'natilyapti. Get request jo'natilgandan keyin o'sha get requestga munosib response qaytish kerak. Ya'ni response qaytish uchun u biror bir kontrollerdagi datalarni view ga olib chiqadi. Boya aytganimizdek, view faqatgina HTML, CSS, JavaScript ni o'qib uni render qilib beradi. View da hech qanday bir operatsiyalar bo'lmaydi. Hamma ish modelda va kontrollerda bo'ladi. View shunchaki, ya'ni view bo'limimiz, MVC dagi view bo'limimiz shunchaki ma'lumotlarni, natijalarni render qilib berish uchun, ya'ni brauzerga, userga, klientga ko'rsatish uchun xizmat qiladigan bo'lim. MVC dagi bo'lim roli shunaqa. Xo'p, bizda autoload o'qidi, index.php da router faylimiz bor. Buni vazifasi nima? Masalan, mana bu yerda hozir bizda oddiy slashli, ya'ni default slashli requestga get request ketyapti. Default deganda mana masalan hozir slash bosib enter bossam, o'sha slash yo'qolib ketdi. Bu o'sha indexga get request jo'natilyapti. Jo'natilayotgan index get requestimiz qanday o'qiladi? Router o'qiydi. Bu yerda new router deb olganmiz. Router o'qiydi, mana bu yerga yig'iladi. Masalan, hozir bu yerga bunaqa bo'lib keldi. Masalan, bunday bu yerda bunday. Shu tarzda keldi. Xo'p. Endi bu yerga yig'ildi deylik. Bu yerda yig'ildi. Endi bu type nima? Buniki get. Get uchun alohida, post uchun alohida, any bu o'sha qolgan delete, push, patch lar uchun, boshqa URL typelar uchun. Hozir bizda get keldi. Getga ikkita argument berganmiz, paths va action. Action bu nima qiladi? Action bu ana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Sabachka bilan yoziladi. Ya'ni action bu bunday. Hozir kommentariyaga yozib ketamiz. Tak. Ya'ni home controller, masalan sabachka index. Bu path. Bu action. Xo'p. Endi bizga hozirgi requestimiz bu get request. Bu get requestga tushadi, ya'ni get public functionimizga tushadi. Bu yerda ajratilib add routerga buni chaqiramiz, ya'ni add routerimiz bu yerda ishlatilgan. Bu provide qilib yozib olingan. Add router ichida mana shu uchalasiga ham ishlatilgan. Qaysi biri masalan getga request kelganda get ishlaydi, postga kelganda post ishlaydi. Mana shu yerda ortiqcha slashlarni olib tashlaydi. Va bu shu yerda to'xtaydi va bizda index.php da mana bu yerda routerlarimizni yozib qo'yganmiz. Ya'ni bu yerda oddiy slash kelsa, hozir home controller indexga borsin yoki mana shuni copy qilib, masalan users desak, mana shuni users desak, hozir o'qimaydi. Buni agar users desak, bu o'qiydi. Ya'ni bu qaysini qayerga borishini hal qiladi. Ya'ni qaysi URL da requestni qayerda, qaysi kontrollerdagi actionga borishini hal qiladi. Hozir buni users o'chirib turamiz. Xo'p. Slash kelganda home controller indexga kelsin degan qo'yilgan shart va mana shu shartni amalga oshirish uchun buni run qilamiz. Bu run o'sha routerdagi run funksiyamizga keladi. Bu yerda o'sha hammasi aniqlandi, qaysi request method kelayotgani, agar default holatda get olib ketilishi yozilgan, hammasi bu yerda o'sha